Sallani Instagramga chiqishlaringdan maqsadlaring ishlaringni reklama qilib, narxlaringni oshirib olish bo'lgan. Salla odamlarning sharoitini o'ylamaysanlar degan kommentariyalar oxirgi payt juda ham ko'payib ketyapti. Mana shu kommentariy yozayotgan akalarimizga meni munosabatim. Akalar, sizlar qattan bilasizlar, biz odamlarning sharoitini o'ylamayotganimizni, balki sharoiti yo'q odamlarnikini kelishtirib qilib berayotgandirmiz, balki hasharga qilib berayotgandirmiz tekinga. Balki bizni u narsalarni olib chiqib ko'rsatmayotgandirmiz mediada. Ko'ngilli keng qilinglar akalar. Bitta usta chiqib, ishini sifatini chiroyli qilib reklama qilsa, keyin maminchadan qilyapman desa, odamlar darrov kommentariyaga yozishadi. Narx unaqa narxlarni qatdan olsan deb. Alam qiladigani o'sha kommentariy yozayotganlarni deyarli 70% o'zimizga o'xshagan oddiy ustalar. Hozirgi kunda ustani oyog'iga bolta uryapti. Mana misol, men oddiy ustaman. O'zim ishlayman. O'zim ishlab, mashg'ularim orqasidan pul topib, svetga, gazga, suvga, yer solig'iga pul to'layman. Bilasizlar, yildan yilga hamma narsaning narxi oshyapti. Nima, ustani haqqi yo'qmi? Yaxshi kiyim kiyishga, yaxshi mashina haydashga, bolalarni yaxshi bog'chada, yaxshi maktabda o'qitishga, yaxshi yashashga haqqi yo'qmi ustani? Ishini nech puldan qilsa ham sifatli qilib, sidqi dildan qilib, klient rozi qilib, ya'ni uy egasini rozi qilib yuribdimi? Bo'ldi, aralashmaydi. Hamma o'zini ishini bilib qilaversin. Menda mana shunaqa mavzularda video qilgim kelmas edi, lekin majbur bo'ldim, noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddaman.